Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan tinchlik xotirjamlikda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Hozir ishdan qaytishda do'konga kirgan edim. Mayda-chuyda xarid qilaman deb tuxum oldim. Tuxumni qaranglar. Kichkinaligini qaranglar. Kichkina. 1500 so'm. Biza kichkinaligimizda qishloqda esimda tovuq boqardik. Ayam rahmatli juda ham yaxshi ko'rardi. Tovuq boqib bunday tuxumlarni yig'ib qarashni. Mana shu tuxumdan ikkita kelardi. Tovuqlarim u paytdagi tovuqlarim katta. Yo hozir tovuqlar tuxum qo'ymay qo'yishgan. Jo'jalardan sal kattarog'i nima deylar, esimdan chiqib ketdi. Shunaqa jo'jalar tuxum tug'yaptimi, shunaqa mayda. Yo tovuqlar shunaqa mayda tug'ishga o'tib ketganmi, yo shunaqa kichkina. Chunki ancha yildan beri bilmayman, qanaqa qishloqda tovuqlarni tuxumini ko'rmaganman, faqat magazindan olamiz. Har safar olganimda mana shunaqa kichkina 1500 so'm donasi. Qarang. 1500 so'm.